Ashtakirimni hayzim kelmayapti, test qiluvdim, ikkita chiqdi. Sizga telefon qilsak, Xgacha topshiring degan ekansiz. Xgacha topshirib, atvetlari bilan keldim. Xo'p, tabriklaymiz. Xgachani javobida endigina homiladorlik kuzatilgan 3 haftalik beryapti. Voy, menda spiral bor-ku. Spiral ustidan ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz bitta UZI qilamiz. Undan keyin yana maslahatlashamiz. Sizda UZIda ko'rinmasligi endigina implantatsiya, ya'ni embrion implantatsiya bo'lyapti, ya'ni bachadonning ichiga yopishish jarayoni bo'lyapti bolajonni. Munisaxon, hozir ko'rdik. Hali homila ko'rinayotgani yo'q UZIda, lekin spiralimiz o'zi tushib qolgan. Bunaqa vaziyatda spiralni qoldira olmaymiz. O'shaning uchun sizdan korичневый выделениyalar qonirlash kelyapti hozir. Hozir olamiz spiralni. Endi u yog'i bola hali borib yopishmagan bo'lgani uchun balkim tushib ketar. Buni endi Allohdan. Lekin hozir spiralingizni olib tashlamasak, og'riqlaringiz hamma narsa bundan ham battar bo'lishi mumkin. Spiralimizni oldik, bachadon bo'yniga tiqilib qolgan. Tug'ruq srazu tug'ishlar bilan raddumda qo'yib qo'ygan ekanlar. Qaysi viloyatda? Andijonda. Yaxshimisiz Munisaxon? Yaxshi. Hozir mana spiralingizni olib tashladik. Ozgina qonli ajralmalar keladi. Borib nima qilamiz? Birinchi navbatda dam olamiz, yotamiz, og'riq mehnat qilmaymiz, ya'ni og'ir ko'tarmaysiz. Xo'jayingiz bilan birga bo'lmaysiz va bir haftadan keyin qayta ko'rikka kelib UZI qilamiz.